Xush kelibsiz o'yinchi. Siz juda chidamli bo'lsangiz ham, kasal bo'lish, isitma yoki yoqimsiz yo'tal qanday kechishini bilasiz. Sizning tanangiz doimo kasal bo'lishingizga olib keladigan turli viruslar va bakteriyalar hujumiga duch keladi. Keling, tananing qanday kasallanishini, o'zimizni infeksiyadan himoya qilish uchun nima qilishimiz mumkinligini, yuqumli kasalliklarga qarshi qanday kurashishimiz mumkinligini ko'rib chiqaylik. Yuqumli kasalliklar tanangizga turli yo'llar bilan kiradigan viruslar va bakteriyalar tufayli yuzaga keladi. Ba'zilari jismoniy aloqa, ifloslangan oziq-ovqat yoki ochiq yara orqali, boshqalari esa siz nafas olayotgan havo orqali. Tasavvur qiling, siz immun patrul tayyorlash akademiyasidasiz. Siz brifing xonasida boshqa o'yinchilardan birining yoniga o'tirasiz. Siz uning biroz rangbarligini va yo'talganini payqadingiz. Garchi u o'zini biroz kasal his qila boshlagan bo'lsa-da, sizning sherigingiz qizamiq bilan kasallanganligi va bir necha kundan beri yuqumli ekanligi haqida tasavvurga ega emas. Qizamiq va boshqa yuqumli kasalliklar bilan bog'liq muammo shundaki, siz kasallik alomatlari paydo bo'lishidan oldin ham o'zingizga, ham boshqalarga yuqtirishingiz mumkin. Qizamiq virusi sizning sherigingiz nafas chiqarganda, gapirganda, aksirganda yoki yo'talganda havoga tashlaydigan mayda tomchilar orqali tarqaladi. Ular 20 metrgacha tarqalib, soatlab havoda turishi mumkin. Agar brifing xonasida hech kim immunitetga ega bo'lmasa, deyarli hamma, shu jumladan siz ham kasallikni yuqtirasiz. 1-2 hafta o'tgach, siz sherigingiz kabi qizamiqning birinchi alomatlarini seza boshlaysiz va oxir-oqibat siz shunchalik kasal bo'lib qolasizki, yotoqda qolishingizga to'g'ri keladi. Qizamiq yoki boshqa poliomiyelit, COVID-19 yoki difteriya kabi yuqumli kasalliklar odamdan odamga tarqalishda davom etganda bu epidemiya deb ataladi. Epidemiya xavfli, chunki qancha odam yuqtirsa, virus yoki bakteriyalar unga qarshi kurasha olmaydigan va kasalxonaga tushishi mumkin bo'lgan odamlarga yetib borish ehtimoli shunchalik ko'p bo'ladi. Ba'zilar hatto o'lishi mumkin. Minglab kasal odamlarni qamrab olgan katta epidemiya, agar kasalxonalarda barcha bemorlarga g'amxo'rlik qilish uchun yetarli shifokor yoki hamshira bo'lmasa, kasalxona to'lib ketishi mumkin. Agar ko'plab talabalar yoki o'qituvchilar kasal bo'lib qolsa, maktablarga ta'sir qilishi mumkin va do'kon xodimlari ham ishga kela olmasa, hatto do'konlarning yopilishiga ham olib kelishi mumkin. Epidemiyalarning oldini olish va hayotlarni saqlab qolish uchun bizga sizning yordamingiz kerak. Ammo avval siz yuqumli kasalliklar, immunitet tizimi qanday ishlashi va emlash sizni va boshqalarni kasallikdan qanday himoya qilishi haqida ko'proq bilib olishingiz kerak. Endi birinchi mashq qilish vaqti keldi. Keling, boshlaymiz.